Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kompyuterni sozlash va driverlarni qo'yishni o'rganamiz. Kompyuterni o'zidan zapis qila olmaganim sababi driverlar o'rnamadi. Video kartaning driverlari, mikrofonni driverlari o'rnamagani sababdan kompyuterni o'zidan zapis qila olmadim. Hozir driverlarni o'rnatishni boshlaymiz. Driverlarni o'rnatib bo'lganimizdan keyin keyingi darslarimizda kompyuterni o'zidan zapis qilamiz. Hozir birinchi o'rinda driverni o'rnatamiz. Buning uchun hozir juda ko'p odam internetdan o'zidan driver o'rnatyapti. Avvallari driver pack degan yoki shunga o'xshagan driver o'rnatadigan programmalarni alohida tortib olib saqlab qo'yishardi. Windows bosgan paytda shu programmani orqali offline driverlarni o'rnatishardi. Hozir biz onlayn o'rnatamiz. Usullarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi internet ulashimiz kerak. Agarda sizda internetda muammo bo'lsa, driver pack degan programma bor, shu sizga yordam beradi. Uni birorta bir diskxonalardan sotib olishingiz mumkin yoki-da birorta bir tanishingizdan tashlab olib turib, ustun qilsangiz bo'ladi. Xo'p, podключitni bosamiz internetga. Hozir internetimga yozib olaman parolini. Internetimiz ulandi. Endi puskni bosamizda, pusk knopkasi bor, klaviaturada Ctrl oldida, chap tarafdan pastda Ctrl oldida, Ctrl va Altni o'rtasida pusk knopkasi bor. Xo'p, shu knopkaga kiramizda настройкасiga o'tamiz. Xo'p, buni kattalashtiramiz. Xo'p, обновление и безопасность bor. Shu yerga kirib turib, xo'p, mana проверить наличные обновления. Shu orqali agar biz проверить qilsak, Windowsning o'zi driverlarni o'rnatib beradi. Har bitta kerakli driverni o'zi o'rnatib beradi ketma-ketlik bilan. Xo'p, bu birinchi usuli. Keyingi usuli, mana Windows har doim o'zini internet brauzeri bilan o'rnaydi. Internet brauzeriga kiramizda, kirib turib deymizda mana 2020 Driver Pack Online ga kirib turib, bu yerda mana birinchi saytga kiramiz. Xo'p, shu saytda mana установить все необходимые driver deyapti. Mana shuni bossak ustiga bizga Driver Packni faylini tortadi. Ya'ni onlayn o'rnatishingiz uchun bitta fayl tortib beradi. Mana so'rayapti. Сохранitni bosamiz. Mana pastda so'rayapti. Shuni сохранить qila olamanmi deyapti mana hozir. Xo'p, сохранить qilamiz. Сохранить bosamizdan tortyapti. Xo'p, просмотр загрузок qilamiz yoki bo'lmasam открыть папку qilamiz. Mana papkani ochsak, mana papkaning ichida mana bizga mana shu fayl kerak bo'ladi. Xo'p, xohlasanglar shu orqali onlayn driverlar o'rnatishingiz mumkin yoki bo'lmasam puskga kirib turib, настройкаga kirib turib, shu yerdan проверить наличие обновления bosib turib ustunga qilsanglar ham bo'ladi. Hozir driver packni ma'lumot uchun ko'rsataman, lekin asosan men Windowsning o'zini shu обновленияsidan o'rnataman driverlarni. Xo'p, bu yerdan dani bosishimiz kerak. Dani bosganimizdan keyin xo'p, mana programmaga kiradi. Bu yerda biz preyти в rejim ekspertini, ya'ni ekspert rejimiga o'tishimiz kerak. Shunda professionalroq o'zimiz xohlagan holatda driverlarni o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bizga ochildi. Bu yerda bu programma o'zi avtomatik kerakli driverlarni topib beradi mana. Chipset Intel, ya'ni Toshkentda chipsetlari bor. Mana plata bilan tanishtirib o'tganimizda ko'rsatgandim chipset nimaligini. Xo'p, mana chipset Intel mana. Bu yerda hammasini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Agarda sizda kolonka ulangan bo'lsa, mana bu yerda ovoz bilan tushuntiradi. Shu narsani mana buni bosib qo'ysangiz ovoz chiqmaydi mana. X turish kerak. Xo'p, mana rejim ekspertiga kirdik. Bu yerda mana o'zi tanlab beradi qanaqa driverlar kerakligini. Mana buni hammasini bitirishga bosaveramiz. Hammasi ketaveradi, o'zi tanlab kerakligini qo'yib oladi. Agarda eski mana bor bo'lsa, ya eskisini yangilab, yangi versiyasida tashlab qo'yadi, ya'ni o'rnatib qo'yadi. Xo'p, bu yerdan xo'p, o'sha driverni o'rnatib bo'ldi. Bizda o'zi aslida buni belgilaganimizdan keyin uстановить всё ni bossak,
o'rnatish kerak. Bu programma o'zi o'rnatib beradi. Menda hozir driver o'rnab bo'ldi. Sababi avto обновление orqali puskdagi hali ko'rsatdim-ku, nastroykasi. Shu yerdagi avtomatik o'zi o'rnatib qo'ydi internet orqali. Agarda sizlarda internetda agar nastroykasidan o'rnamasa, shu yerga kirib turib, shu programmani brauzerdan tortib olib, shu driver pack online da o'rnatishingiz mumkin. Установить bossanglar, hammasini o'rnatib beradi. Hozir bizda hamma driver menimcha o'rnab bo'ldi. Hozir driver o'zini avtomatik holatda o'rnadi. Xo'p, bu driver bosganimizdan keyin перезагрузка beraveramiz. Bitta. Hozir перезагрузкani driverdan keyin ko'pincha boshqa muammo chiqib qoladi Windowslarda, pusk bosilmay qoladi. Shunaqa holatda pusk L ni bosasiz. Pusk L ni bossangiz, kompyuteringiz bloklanadi, ya'ni blokirovka bo'ladi. Shunda mana bitta bosib turib, mana bu yerda knopkani bosamiz, перезагрузкani bosamiz. Driver bosganingizdan keyin, driver pack orqali bossangiz ham, Windowsni nastroykasiga kirib turib, shu ko'rsatgan joyimdan bossangiz ham, albatta driverdan keyin kompyuterga перезагрузка berishingiz kerak. Mana bizda hozir Windows 10imiz driverlari o'rnadi. Buni qayerdan bilyapman? E'tibor bersanglar, driver o'rnashdan oldin ekranimiz kattalashib ketgan edi. Videokartaning driveri tushmagan edi. Videokartaning driveri tushdi, mana razresheniyasi to'g'rilandi. Holati chiroyliroq bo'ldi. Xo'p, endi shu holatda biz driver o'rnagandan keyin ekran zapisda o'zi orqali kompyuterda nastroyka qilishni ko'rib chiqamiz.